G'ayrat donolikning ibtidosidir. Men yashash uchun yeyman. Ba'zilar esa yeyish uchun yashaydilar. Agar qayeringdir og'risa, hech kimga bildirma. Aks holda aynan shu joyingga zarba berishadi. Ishni to'g'ri boshlash o'sha ishning teng yarmidir. Kuchli idroklar g'oyalarni muhokama qiladilar. O'rta idroklar voqealarni muhokama qiladilar. Zaif idroklar insonlarni muhokama qiladilar. Xato qilishning eng oson yo'li bu ommaga ergashish. Asalari go'ng pashshaga asal tezakdan yaxshiroq ekanligini tushuntirish uchun vaqt sarflamaydi. Nima bo'lganida ham uylanish lozim. Xotining yaxshi bo'lsa, baxtli bo'lasan, agar u yomon bo'lsa, faylasuf bo'lasan. Men faqat hech narsani bilmasligimni bilaman. Ochlik eng yaxshi taomdir. Istagan imkon topadi, istamagan bahona topadi. So'z ta'sir qilmaydigan odamga kaltak ham o'tmaydi. Ta'lim ildizlari achchiq bo'ladi, mevalari esa mazali. Egasi faxrlanayotgan qanchadan qancha bashang poyabzallar ichida yirtiq paypoqlar bor. Go'zallik bu qisqa muddat hokimlik qiladigan qirolichadir. Huzur halovatning quli bo'lib qolgan kishi tanasini ham, ruhiyatini ham majruh qilib qo'yadi. Bilimli inson bilan aqlli insonning orasida farq bor. Ba'zilar xuddi abadiy yashaydigandek pul yig'adi. Boshqalar xuddi hozir o'ladigandek sarflaydi. Hammaga do'st bo'lgan hech kimga do'st bo'lmaydi. Muhabbat bu har kuni isbotlanishi kerak bo'lgan teorema. Inson 2 yil gapirishni, qolgan umri davomida sukut saqlashni o'rganishi lozim. Tanqidga uchramaslikning faqat bitta yo'li bor. Hech nima qilmaslik, hech nima gapirmaslik va hech kim bo'lmaslik. Dunyoni siljitishni istagan shaxs avval o'zini siljitsin. Qiziquvchanlik bilim sari eng yengil yo'ldir. Ayolning sevgisi erkakning nafratidan ko'ra qo'rqinchliroqdir. Bu eng xavfli zahar, chunki u yoqimli. Agar insonning do'sti kam bo'lsa, demak, hayotiy tajribasi ko'p. Maqtovga ham, haqoratga ham birdek befarq bo'lmaganlar hayot yo'lida adashib, oliy maqsadlarga yetib bora olmaydilar.